Mana musaffo kefirlarimiz qadoqlanib, yo'lma-yo'l yurib ketyapti. Soldatga o'xshab chiroyli hozir ko'rinishga keladi. Bellariga belbog'larini boylab, mana belbog'larini boylab chiqyapti. Chiroyligina musaffomizani qadoqlari, kefirlari 1% kefirlari qadoqlanib chiqyapti. Xalqimizga, O'zbekistonimizga xizmat qilish uchun safda turib, qadoqlanib nasmiyat ketishyapti. Data qo'yilyapti. Yo'li bo'ylab endi qadoqlash jarayonlari. Safarlar bilan keraklisini kesib, issiqlik markaziga kiradi. Yopishib, qadoqlanib, tayyor holatda upakovka jarayonlari bilan xolodilnikka kirib ketiladi bular.